Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Dunya Uyghur Qurultiyi televiziyasi kundalik xəvərlər proqramımıza xoş gəldinglar. Mən Hidayət Musacan. Bugün 11 ayının 25 günü Payshanba. Hammalarga shu vaqtda xayrlik bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər bugünkü xəvərlər proqramımızın təfsilatında bo'lsin. Dunya Uyghur Qurultiyining arzi bilan Londonda qurilgan Uyghur sud kollegiyasi Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga aloqador yangi dalillarning o'tirg'i chiqqanligini ko'zda tutib, 11 oyning 27 kuni shanba 3 qitimliq isbot anglash yig'ini o'tkazishni qaror qildi. Bu qitimqi isbot anglash yig'ini faqat yarim kun davom qiladi va yig'inda gollandiyalik urush va irqiy qirg'inchilik mutaxassis professor doktor Tonzuan bilan Washingtondagi kommunizm qurbonlari xotira fondining tadqiqotchisi doktor Adrian Zinis apandilar guvohlik berdi. Dunya Uyghur Qurultiyining tashabbusi bilan Londonda qurilgan Uyg'ur sud kollegiyasining tunji qitimliq isbot anglash yig'ini bu yil 6 oyning 4 kunidan 7 kunigacha Londonda. Ikkinchi qitimliq isbot anglash yig'ini bo'lsa 9 oyning 10 kunidan 13 kunigacha yana Londonda chaqirilgan. Bu ikki qitimliq isbot anglash yig'inida Sharq Turkistonlik va chet elliklardan bo'lib 70 dan ortiq kishi guvohlik bergan. Uyg'ur sud kollegiyasining raisi Jeffrey Nice apandi ikkinchi qitimliq sotning yepilishida qilgan so'zida bundan keyin qayta isbot anglash yig'ini chaqirmaydiganligini va sotning hukmnomasini bu yil 12 oyning 9 kuni Londonda e'lon qiladiganligini bildirgan edi. Ammo mustabid Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga munosabatlik yangi va muhim dalillarning o'tirg'i chiqqanligini ko'zda tutib, yana qayta 3-qitim isbot anglash yig'ini o'tkazishni qaror qilgan. Uyg'ur sud kollegiyasining 11 oyning 27 kuni shanba London vaqti soat 13 da boshlanadigan 3-qitimliq isbot anglash yig'ini sizlar ko'rayotgan Dunya Uyg'ur Qurultiyi televiziyasining YouTube kanali orqali naq maydondan bevosita tarqatiladi. Bu qitim sudda guvohlik beradigan chet ellik 2 nafar guvohchining bayonlari stansiyamiz tarafidan alayda taklif qilingan tarjimonlar orqali naq maydondan bevosita Uyg'urchaga tarjima qilinadi. Bu qitimqi naq maydon programmasiga yana Dunya Uyg'ur Qurultiyining muavin raisi, 36 yillik peshqadam jurnalist Farhod Yo'ronqosh bilan Dunya Uyg'ur Qurultiyi uchur tashviqot markazining mudiri, markazi Oslodagi Uyg'ur adliya arxivining direktori Baxtiyor Umar apandilar bevosita riyosatchilik qiladi. Naq maydon programmasi sud echilishidan 30 minut burun, ya'ni London vaqti 12:30 da rasmiy boshlanadi. Guvohchilardan professor doktor Tonzuan bilan doktor Adrian Zinis apandilarning bu qitimqi isbot anglash yig'inida qanday yangi dalil isbotlarni sunadiganligi hozirdan boshlab kuzatuvchilarning kuchli diqqatini qo'zg'ayotgan masalalarning biri. Shunga hozirdan boshlab stansiyamizning YouTube sahifasiga obuna bo'ling va bu tarixiy fursatni qochirmang. Dunya Uyg'ur Qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandimning bu qitimqi Kanada ziyorati Kanada matbuotlarining kuchli diqqatini qo'zg'adi. 18 noyabrdan 20 noyabrgacha Kanadada o'tkazilgan Halifax xalqaro bexatarlik munbirining yig'iniga alohida taklif bilan qatnashgan Dolqun Aysa apandim orqadagi Kanada Uyg'ur haqlarini himoya qilish qurilishi bilan Kanada Sharq Turkiston birligining uyushtirishidagi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqida ho'sharlikni o'stirish, uni e'tirof qilish va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatish uchun harakat qilish degan temada 23 noyabr kuni tushdan burun poytaxt Ottavadagi Kanada parlamentining oldida boshlangan 3 kun davom qiladigan ko'rgazma, muhokama va axborot e'lon qilish faoliyatlariga ishtirok qilgan va bu jarayonda Kanada parlamenti Uyg'ur do'stlik guruhining a'zolari bilan, shundaqla Kanadadagi har qaysi sohalarning vakillari bilan keng doirada uchrashuv olib borgan edi. Kanadaning nopuzli axborotlardan yer shari va pochta gazeti Dunya Uyg'ur Qurultiyi Kanadadan Uyg'ur musofirlarni qabul qilishni va Xitoy mahsulotlarini cheklashni talab qildi mavzusida xabar bergan. Toronto quyoshi gazeti bo'lsa parlament ishga tushganda Kanadadagi Uyg'urlar hukumatni Xitoyni boykot qilishga chaqirdi degan temada xabar bergan. Yer shari va pochta gazetining 23 noyabrdagi xabarda aytilishicha, Dolqun Aysa bu qitimliq ziyorat jarayonida Kanada hukumatining ko'chmanlar ishlari ministri Sean Fries bilan, shuningdek boshqa yuqori darajalik amaldorlar bilan uchrashdi ekan. Xabarda aytilishicha, u yana Kanada parlamenti Uyg'ur qirg'inchiligi haqida qaror olgan turuqliq nima uchun Kanada hukumatining bu vaqtda bir amaliy harakatda bo'lmaganligining sababini so'ramoqchi ekan. Ma'lum bo'lishicha, Kanada hukumati hozirga qadar Beijing Olimpik musobaqasini boykot qilish, Uyg'ur majburiy amgakiga chetishlik mahsulotlarni cheklash qatorliq sohalardami bir amaliy harakatda bo'lmagan. Shunga Dolqun Aysa apandi bu vaqtda Kanada matbuotlariga so'z qilib, parlamentning qarori hech qanday natija yaratolmaydigan quruq va'da bo'lib qolmaskan deganni umid qilaman degan. Xabarda aytilishicha, Dolqun Aysaning bu qitimqi ziyoratida Uyg'ur musofirlarini Kanadaga yerlashtirish masalasi yana bir muhim suhbat temasi bo'ladi ekan. Bo'libmi Kanadaning hozirgacha Uyg'ur qo'shqo'llar va musofirlarni qabul qilish xizmatini tezlashtirib bejarish sohasida hech qanday harakat qo'llanmasligi buningdagi muhim sabablarning biri ekan. Dolqun Aysa apandi Kanada matbuotlariga bu vaqtda to'xtalib, har yili minglagan, 10 minglagan musofir va qo'shqo'nga panohlik berayotgan Kanadaning necha ming Uyg'urga panohlik berishi hech qancha qiyin ish emas degan.
Bo'libmi Turkiyada yashayotgan 50 mingchi Uyg'urning oz degandimi 15 mingi iqomat masalasi tufaylidan har qachon tashvishda yashamoqda ekan. Xabarda aytilishicha, Dolqun Ayso apandi Kanada bosh ministri Trudeau bilan ko'rishish talabini yo'llagan bo'lsa-mu, bosh ministr ishxonasi hozirgacha buningga javob bermagan. Dolqun Ayso apandi Ottavada o'tkazilgan faoliyatlar jarayonida qilgan nutqida Kanada hukumatidan Kanada parlamentining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqida olgan qarorni qabul qilib, Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun amaliy chora tadbir va siyosatlarni yo'lga qo'yishni, dunyoning har qaysi ellarida xavf ichida qolgan Uyg'ur muhojirlarini Kanadaga olib kelib yerlashtirish qadamini tezlatishni, Xitoyning Kanadada yashayotgan Uyg'urlarga qaratgan tahdid va parokandichiligining oldini olish uchun qonuniy tadbirlarni kuchaytirishni, Uyg'ur majburiy amgakiga chetishli Xitoy mahsulotlarining Kanadaga kirishini cheklash uchun maxsus qonun turg'izib chiqishini, 2022-yillik Beijing irqiy qirg'inchilik olimpikini diplomatiya va siyosiy jihatdan boykot qilish uchun amaliy qadam besishni, Kanada fuqarosi Hüseyin Cililni Xitoyning changildan qutqizib chiqish uchun jiddiy harakatga o'tishni, shundaqli Kanada shirkatlarining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga sherik bo'layotgan Xitoy shirkatlariga mablag' selishiga bo'lgan cheklash tadbirlarini kuchaytirishni talab qilgan edi. Xalqaro siyosiy sahnalarda kundan-kunga kuchayib yuksalayotgan Dunya Uyg'ur Qurultiyi haqidagi Dunya Uyg'ur Qurultiyi Indigenous People, ya'ni Indigenous xalqlar kelishimiga qo'l qo'yib Sharqi Turkiston xalqini mustaqil bo'lolmaydigan yovvoyi, qaloq va ibtidoiy millatlar qatoriga kirgizibdi degan iddaoni ko'tarib chiqib, keng doirada tashviq qilishi Dunya Uyg'ur Qurultiyini o'zlarining xalqarodagi eng yuksak vakillik organi deb to'nib kelgan muhojiratdagi Sharqi Turkistonlik qarindoshlarimizning ko'nglini g'ash qilmoqda. Sharq Turkiston mustaqillik ko'rishi xalqaroda zo'r bir burilish nuqtasiga duch kelgan xalqliq paytlarda Dunya Uyg'ur Qurultiyiga qarshi har xil iddaolarni o'ttirg'a qo'yib kelgan kishilarning bu qitim yana xalqaroning va muhojiratdagi qarindoshlarimizning diqqat e'tibori 13 noyabrdan 14 noyabrgacha Chexiyaning poytaxti Pragda o'tkazilgan 7-navbatlik Dunya Uyg'ur Qurultiyining oldi keynida yana qayta o'ttirg'a chiqib, Indigenous People masalasini ko'tarib chiqishi kuzatuvchilarning diqqatini qo'zg'agan nuqtalarning biri. Dunya Uyg'ur Qurultiyining raisi Dolqun Ayso, Qurultiyi ijroiya komitetining raisi Ömer Qanat va Qurultiyi qonun komitetining mudiri Mehmet To'xta apandilar 7-navbatlik Dunya Uyg'ur Qurultiyining 13 noyabrdagi yig'inida qilgan so'zlarda mayli Robiya xonimning bo'lsin yoki Qurultiyining bo'lsin, hech bir zaman bundaq bir narsaga imzo qo'ymaganligini, Indigenous People masalasining hech bir vaqt Dunya Uyg'ur Qurultiyida muzokara qilinib boqmaganligini, Dunya Uyg'ur Qurultiyining tub maqsadining mustabid kommunist Xitoy hokimiyati tarafidan ishg'ol qilingan vatanimiz Sharq Turkistonning milliy mustaqilligini taltukus asliga keltirish ekanligini ifoda qilgan. Yana Dolqun Ayso apandi 19 noyabr Kanadada o'tkazilgan Halifax xalqaro bexatarlik munbirining yig'iniga qatnashish jarayonida bu vaqtda maxsus xalqimizga qarata e'lon qilgan videolik bayonotida bu nuqtani qayta takrorlagan edi. Bu yil 6-oydami muhojiratdagi butun qarindoshlarimizning diqqati Londonda o'tkaziladigan Uyg'ur sud kollegiyasining birinchi qitimliq guvohlik anglash yig'iniga markazlashgan xalqliq bir paytda mushuninga o'xshash Dunya Uyg'ur Qurultiyini qandaqdir avtonomiyachilik bilan ayblash orqali xalqimizning diqqatini boshqa nuqtaga burash va tarixiy ahamiyatga ega Uyg'ur sud kollegiyasining ta'sirini ojizlashtirish cho'qonlari silingan edi. Bu xil kun tartiblarning xalqimizning irodasini o'zgartirmaydiganligini ifoda qilishgan ba'zi siyosiy kuzatuvchilar muhojiratdagi Uyg'urlarning siyosiy jihatda sagak va ho'shyor bo'lib, o'zlarining xalqarodagi vakillik organi hisoblangan Dunya Uyg'ur Qurultiyiga bo'lgan moddiy va ma'naviy jihatdagi qo'llashini yanada oshirishning to'limi zarurligini ta'kidlashmoqda. İslam Dövlətləri Həmkarlıq Təşkilatı İqtisadi və Ticarət Həmkarlığı Daimi Komitetining 37-növbətlik ministerlar yig'ini 11 ayning 24 kuni İstanbulda boshlandı. Musulmon davlatlarining oliy darajalik rahbarlari qatnashgan ichilish marosimida so'z qilgan Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan İslam Həmkarlıq Təşkilatını Uyg'urlarga ega chiqishga chaqirgan. U mundaq degan: Xitoyning atalmış Şinjan Uyg'ur avtonom rayonidagi Uyg'ur turklari va boshqa musulmon oz-sonliq millatlarning vaziyatini nihoyat diqqat bilan kuzatyapmiz. İslam Həmkarlıq Təşkilatımızın quruluş məqsədiga binoan bu məsələyə köngül bölüşümüz kerakligini qayta ta'kidlamoqchiman. Shundaqla bu qitimliq yig'inimizning muvaffaqiyatli o'tishini tilayman. Prezident Recep Tayyip Erdoğan 20 yildan buyon Turkiyani idora qilib kelayotgan Adolat va Taraqqiyot partiyasining raislik vazifasini o'tab kelmoqda. Prezident Erdoğan hozirgacha ko'p qitim xalqaro yig'inlarda va Turkiyada Uyg'urlarni tilga olgan bo'lsa-mu, biroq bu Islom davlatlari hamkorlik tashkilotining ministerlar yig'inida tunji qitim tilga elishi bo'lib hisoblanadi. O 2017-yili jazo lagerlari masalasi o'tirg'a chiqqandan buyon sukutda turib olish bilan tanqidga uchrab kelgan edi. U bu yil 9-oydan buyon orqa-orqadan 3 qitim Uyg'ur masalasini tilga oldi.
Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hareketi Türkiye'deki öktüçü partiyalarning va Türkiye'de faoliyat ilib berayotgan Uyghur tashkilotlarining olqishiga erishdi. Hozirgacha Prezident Erdoğan 2009 yili Urumchi voqeasida Xitoyni qattiq ayblagandan keyin tunji qitim 9-oyda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy yig'inida so'z qilganda Uyg'urlar masalasini tilga ilib uzun o'tmayli 1-oktyabr kuni Turkiya parlamentida Uyg'ur masalasini yana tilga olgan edi. O'tgan bir necha oydan buyon Xitoy hukumatining Uyg'ur qirg'inchiligi va Hong Kong, Tibet qatorliq joylardagi zo'ravonliklarni oshkor so'rinlarda ko'p qitim ayblagan. Shuningdek, Xitoy raisi Xi Jinpingni keskin iboralar bilan tanqidlagan basketbol mohiri Anas Kanter yaqinda o'lim tahdidiga duch kelgan. CNBC xabar agentligining 22 noyabrdagi telefon ziyorati jarayonida Anas Kanter bu vaqtda ma'lumot berib, 20 noyabr kuni o'lim tahdidi haqidagi uchurni topshirib olganligini, ammo o'zining bu xildagi qo'rqoq silishlarni ko'p ko'rganligini, shunga buninglik bilan o'zining adolatni va haqqoniyatni himoya qilishdek mavqesidan voz kechmaydiganligini ta'kidlagan. Ziyorat jarayonida u o'zining Uyg'urlar va Xitoy raisi Xi Jinping haqidagi bayonotlarining hech qanday siyosiy muddaoga ega emasligini, o'zining faqat begunoh holda qirilayotgan, ammo ovozini chiqarishga imkoni qolmagan bir xalq uchun so'z qilganligini eskartib, mening qilayotganlarim siyosiy faoliyat emas, balki insonlik majburiyatimni ado qilish degan. Anas Kanterning fikricha o'tgan bir necha yilda Amerika tavasidagi qora tanliklar, Osiyoliklar va Latin Amerikasidan kelganlarni himoya qilish harakatlarida hammadan bak sakrab ketgan Nike shirkati Uyg'urlar masalasiga kelganda zuvoni tutilib qolgan. Yana kelib ular Uyg'urlarning majburiy amgigiga, shuningdek Beijing qishliq olimpik musobaqasiga shu qadar bog'lanib ketgan. Dunyoga dangliq shuncha ko'p artistlar, tanharkatchilar va boshqa cho'lponlar Uyg'urlarga o'xshash begunoh ziyonkashga uchrayotganlarni ko'rib turib, pulning mehrida bu ishlarni ko'rmas bo'lib olgan. Shunga u bundoq ochiq reallik oldida dodillik bilan haqqoniyatni himoya qilishga otlangan ekan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida Dunya Uyg'ur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi kündəlik xəvərlər pirugrammısini diqqətinizə sunduq. Keyin qadimlik pirugrammimiz görüşəylik. Görüşkə aman bo'lgaysizlar. Xeyr xo'sh.